Assalomu alaykum aziz obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun biz sizlar bilan xudo xolasa kotlet tayyorlaymiz. Kotletimiz yoniga ko'rib turganingiz kabi mana shunaqa kartoshka, 1 kiloga yaqin kartoshkani katta-katta frisfat qilib to'g'rab oldik. Bir dona piyozimiz kerak bo'ladi. Bir bosh katta piyoz. Buni hozir qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Ukrasheniyamiz uchun pomidor, bodringlar kerak bo'ladi va ko'kat ham kerak bo'ladi. Chesnogimiz kerak bo'ladi. 4-5 dona zubchik, tabga ko'ra saloras va farshimiz. Endi hozir bu yerda 1 kilo qiyma, yog'li qiyma, shuning uchun bunga hozir kartoshka ham qo'shaman. 2 dona kartoshkani ham qirg'ichdan o'tkazib qo'shib yuboraman. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb piyozlarimizni to'rkadan o'tkazib, kartoshkamizni ham o'tkazib, chesnoklarimizni hammasini to'rkadan o'tkazib olamizda, qiymamizga qo'shamiz. Tuz, ziravorlarni solib, yaxshilab aralashtirishdan boshlaymiz. Kartoshkamizni qirg'ichimizni yirik tomonidan o'tkazib olamiz. Xohlasangiz buxanka nonni ichini yumshoq joyini qo'shsangiz ham bo'ladi. Chunki farshimiz juda ham yog'li, mana shu kartoshka yoki buxanka non yog'larni olib yaxshi qiladi. Chesnoklarimizni ham o'tkazib olamiz. Kartoshkalarimizni o'tkazib oldik. Qirg'ichdan endi qirg'ichimizni mayda tomonidan chesnogimizni o'tkazib olamiz. Chesnokning orqasidan sirazi piyozni o'tkazamiz. Endi piyozimizni ham o'tkazib olamiz. Piyozimizni yirik tomonidan o'tkazamiz. Piyozimizni, kartoshkamizni qirg'ichdan o'tkazib, oshiqcha suvlarini siqib tashlab, qiymamizga qo'shib oldik. Endi tabga ko'ra tuz qo'shamiz. Va ziravorlar qo'shamiz. Maydalangan kashnich, maydalangan zira va qora murch. Tabga ko'ra qo'shib olamiz hammasini. Endi bularni hammasini ustidan bitta dona tuxum chaqamiz. Bir xil masaga kelguncha yaxshilab aralashtiramiz. Qo'limiz yordamida aralashtiramiz endi biz. Kiymading demanglar, chunki o'zimizga oilamiz uchun qilyapman, shuning uchun perchatka kiyib ishlamayman umuman. Qo'l bilan yaxshilab ishlayveramiz bunga. Kartoshkalarimiz bilan yog'imiz qizidi. Bu orada qovurishga tashladik. 2 bo'lib qovurib olamiz. Kotletga ham yog'imizni qo'yib qo'ydik. Bu ham qizib turibdi. Kotletlarimizni zuvolacha qilishni boshladik. Hozir buni ham qovuramiz. Kotletlarimizni mana shu ko'rib turganingiz kabi zuvolachalar qilib shakl berib olamiz. Yog'imiz qizib turibdi. Hozir buni ham unga belab pishirishga boshlaymiz. Yog'imiz qizidi, mana kotletlarimizni shu turishda yasab oldik, unga botirib, bismillahirrohmanirrohim deb pishirishni boshlaymiz. Unga belab olamiz, xuddi shu tarzda qo'limiz yordamida. Birin-ketinlik bilan pishirib olamiz hammasini. Kotletlarimizni ikkinchi tomonini
aralab olamiz, ikkinchi tomonni ham qizartirib olamiz. Buni garnirlarimiz ham, kotletlarimiz ham tayyor bo'ldi. Xudo xolasa endi likoplarga suzib dasturxonga tortamiz. Likoplarimizni tayyorlab olamiz. Chiroyli qilib tabga ko'ra kartoshkalarimizni ham sog'ib olamiz. Mana taomlarimiz tayyor bo'ldi. Albatta shu retsept asosida tayyorlab ko'ringlar. Garnirni xohlasangiz pyure, xohlasangiz guruch dimlasangiz bo'ladi. Bu bifshteks emas, faqat kotlet va garnir. Garniriga o'sha kartoshkani ma'qul ko'rib kartoshka qovurdim. Xohlasangiz guruch dimlasangiz ham juda ham yaxshi chiqadi. Grechka qaynatsangiz ham bo'ladi. Makaron qaynatsangiz ham bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, kotletni past olovda pishirdim, dimlamadim qaytadan. Agar baland olovda tez-tez qizartirib pishiraman deydigan bo'lsangiz, oxirida hammasini yig'ib skоворodkada ozgina yarim piyola suv quyib 10 minutga dimlab qo'ysangiz bo'ladi, yoki bo'lmasa mikrovolnovkaga solib 7-8 daqiqa dimlab olsangiz bo'ladi. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'linglar. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Kommentariyada izohlaringizni kutib qolamiz. Hammanglar qo'llab-quvvatlab turganinglar uchun rahmat kattakon. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi yaxshi roliklarda ko'rishguncha omon bo'linglar.